Word'da izohat qistirish. Word degani tekstdagi mazmunlarga izohat qistirish bo'ldi. Masalan, maqoldagi ma'lum bir so'zningki ma'nisi yoki ma'lum bir bilak tekstningki qaysi asardan, kimning asaridan ilinganligi degandek uchurlarni biz bet ostiga izohat shaklida qistira olamiz. Endi buni avtomatik qistirishninki nurg'un afzalliklari bor. Ya'ni biz tekstlarni tahrirlash jarayonida tekstimizning o'rni davomli o'zgaradi. Ya'ni bir betdagi mazmun yana bir betga yurishib ketishi mumkin. Va bunday ahvolda bu Word'ningki izohat qistirish usulidan foydalanib qistirilgan izohatlar aslidagi izohat berilmoqchi bo'lgan mazmun qaysi betda bo'lsa, shu betga o'zi avtomatik yo'tkilib qistirildi. Biz buni amaliy misollar orqali ko'rib boqaylik. Masalan, bu maqolaga qaraydigan bo'lsak, buningki bir qancha yerda izohat qistirilgan. Masalan, bu yerga bir dona izohat qistirilgan. Ya'ni bu mazmunninki qaysi materialga asoslanib turib yozilganligi bu yerda eskartilgan. Ya'ni Şinjan İctimai Fanlar Tadqiqoti jurnalining 90-yillik 2-son 155-bet. Hamda bu izohat asli betning oyog'iga bu yerga qistirilgan. Ya'ni bu bir betda 3 tane izohat bor. Bular 1, 2, 3 deb ayrim-ayrim yozilgan. Keyingi betlarga qaraydigan bo'lsakmi, bu yerga qistirilgan izohatlar hammasi betninki oxirida ko'rindi. Endi mushundaq izohatlarni qanday qistiramiz? Buning uchun biz izohat qistirilgan o'ringa mausni eklimiz. Ya'ni Nurbelga bu yerga keldi, maus bilan bir chekdi. Endi biz naql tizimligini tanlagandan keyin bet izohati qistirish degan bu knopkani bossak, bu yerga bir dona izohat qistirildi. Amaliyotda bu betda 3 tane izohat bor. Birinchi izohat bu yerda. Endi biz buningmi beshiga bir dona izohat qistiraylik. Ya'ni izohat qistirdik. Bu vaqtda bizningki navbatda qistirgan izohatimiz birinchi oldu. Burunqi birinchi izohat ikkinchi oldu. Ya'ni buningki rad tartibini o'zi avtomatik tizdi. Masalan, men bu yerga izohat yozay. Ya'ni yo'nalishni o'ngga to'g'riladim. Undan keyin maqolaning qisqacha mazmunga berilgan izohat. Bu sınaq uchun yozildi. Şunu bu maqolaningki mazmuni bilan bu izohatimiz mos kelmaydi. Buningki xat nusxasini o'zgartirib qo'yaylik. Ya'ni biz bu yerga bir dona izohat qistirdik. Bu izohatimiz betning oyog'iga o'zi avtomatik yo'tkaldi. Biz bu yerga izohatning mazmunini yozib berdik. Endi biz bu xil shaklda har xil izohatlarni qistira olamiz. Biz bet yo'tkalgan ahvoldagi holatni ko'rish uchun buningki oxirgi bir dona izohat qistiraylik. Ya'ni mazmun deganga naql tizimligini bosdik. Izohat qistirish. Bizningki asli izohat qistirmoqchi bo'lgan yerimiz ustidagi betda, lekin bu betga patmaganlik uchun bu keyingi betga qaytib keldi. Ya'ni izohat oldingi betga patmaganlik uchun mazmunning birga yo'tkab keyingi betga, ya'ni ikkinchi betga yo'tkaldi. Biz bu yerga izohatni yozsak bo'laveradi. Biz bu izohatni amaldan qoldirib asli qaytaraylik. Hamda biz bu yerga yana bir izohat qistirib ko'rib boqaylik. Izohat qistirdik. Bu betning o'zi keldi. Bu yerga biz izohatningki mazmunni yozaylik.
Sınaq izahat. Yani birinci betde hazır 5 tane izahatımız oldu. Navada bu tekist ikinci betga yetkelse bizdeki izahatımız mı bu asaslık tekst bilen birge ikinci betga yetkildi. Mesela ben bu yerga enter urup astidagi qurni keyingi betga yetkay. Yani ikinci betga yetkilib ketdi. Bu yerdagi 5-chi izohatmi bu mazmunimiz bilan birga ikinci betga yetkildi. Yani sınaq izohat. Yani Word'da izohat qistirish usuli yuqorida ko'rsatilgandek bo'ldi.